Assalomu alaykum kanalimiz muxlislari. Sizlar bilan beginner darajasida o'rganayotgan ingliz tilimizni ikkinchi darsini boshlaymiz. O'tgan darsimizda sizlar bilan qanday qilib o'zini tanishtirish, qanday qilib ikkita she'riyni bir-biriga tanishtirib qo'yish va bir nechta ingliz ismlarni o'tganmiz. Va undan tashqari I am, what's, names so'z birikmalarini qisqartirilgan va to'liq hollarda qanday yozilishini o'tdik. Bugungi darsda sizlar bilan yana boshqa ko'proq she'rigi bilan tanishish usullarini o'rganamiz. Daftar, ruchkalaringizni tayyorlab, she'rlaringiz bilan ekran qarshisiga joylashib o'tirib olishingizni so'rayman. Darsimizni boshlaymiz. Demak, birinchi darsimiz, birinchi mavzusi how are you? How are you bu qalaysiz degani, siz qandaysiz degani. Bir ikkita dialoglar ko'rib chiqamiz. How are you? Hi Ben, how are you? Fine, thanks, Pablo. And you? I'm okay, thanks. Hello, Mika. How are you? Very well, thank you. How are you? Fine. Mana ko'rdik, qanday qilib bir-biri bilan hol-ahvol so'rashyapti. Demak, ismini aytyapti. Hi Ben, how are you? Fine, thanks. Yaxshiman. Pablo, and you? O'zingchi? I'm okay, thanks. Men ham yaxshiman, rahmat. Keyingisi, hello Mika, how are you? Very well, thank you. Yaxshiman, rahmat. How are you? Fine. Xuddi shu tarzda bir-birimiz bilan dialog tuzishimiz kerak. Undan oldin yana bir marta buni eshitib va ortidan qaytaringlar. Xuddi shular qanday talaffuz qilayotgan bo'lsa, shunday qilib. Chunki chet tili albatta gapirish bilan bo'ladi. Faqat eshitish bilan, faqat etish bilan bo'lmaydi. Gapirish kerak. Chunki siz gapirishni o'rganmoqchimisiz? Ko'proq gapiring. Ko'proq tilingizni kelishtiring. Tilingizni mashq qiling shu tilga. Meni savollarimga endi javob berasizlar. Sizlar o'zingizlardan kelib chiqib. Hi Odil, how are you? Hi Oqila, how are you? Sizlar shuni javob berdinglar. Shu tarzda har xil javoblar berishinglar mumkin mana. Sizlardan so'raganim savolimga mana fine thanks, and you, very well, thank you tarzda javob berishinglar mumkin. Grammatika bo'yicha to'xtaladigan joyimiz bor. Mana e'tibor beringlar. Am, are, is. Demak, bular bilamiz to be fe'li. To be fe'li haqida uzoq to'xtalmoqchi emasman. Sizlar bilinglar, bu am, are, is. Ya'ni men, sen, u kishilik almashlari bilan otni bog'laydigan yordamchi fe'l hisoblanadi. O'zbek tilida men arabjonman deyishim uchun men arabjonman deb yoniga qo'yib qo'ysam bo'ldi. Ingliz tilida I am arabjon deyman. I am Odil deysizlar. I am Oqila deysizlar. You ga are, my name ga is, this ga is bo'ladi. Buni unutmanglar. My name albatta is, yoki qisqartirib my names. You are Mika yoki you're Mika. This is Judika bo'ladi. This deb qo'ymanglar o'zini. Albatta shu to be fe'lini qo'yib gap tuzinglar. Mana buni tukanik nima qo'yiladi? I Sandra ga nima bo'ladi? To'g'ri. I'm Sandra. How you ga nima qo'yiladi? Juda to'g'ri. How are you? This John gachi? This is John, to'g'ri. Davom etamiz. Endi mana bu ko'rayotgan dialogimizni to'ldiramiz. Nima qo'yamiz bunga? O'rgangan so'zlarimizdan. Hello, my name is Anna. Qo'yamiz, to'ldiramiz, daftarimizga yozamiz.
Daftarga yozinglar. Stopni bosib, daftarga yozinglar buni. Albatta. Albatta pauza bilan ishlanglar. Men agar pauzalarni qo'yib dars qiladigan darsimni tayyorlaydigan bo'lsam, unda o'ta cho'zilib ketadi va sizlar qancha vaqt yozib olishlarini men bilmayman-ku. Hamma har xil vaqtda yozadi. Shuning uchun pauza bilan ishlaymiz. Mana keyingisi. Buni ham xuddi shu tarzda ko'chirib, to'ldirib yozamiz. Va uchinchisini ham ko'chirib yozamiz. Endi yozib bo'lganimizni tekshiramiz. Eshitib tekshiramiz. Hello, my name's Anna. What's your name? My name's Mario. 2. Max, this is Carla. Hi, Carla. Hello, Max. Nice to meet you. 3. Hi, Ada. How are you? Fine, thanks, David. And you? Very well, thanks. Endi xuddi shu dialogimizni yana bir marta eshitib, qaytaramiz ortidan. Men yana bitta qo'yaman. Eshitib, bir-birimiz bilan hozir ishlashimiz shart emas. Ikkovinikini ham xuddi shunday qilib qaytaramiz. Og'zaki nutq ustida ishlaymiz. Pronunciation ustida, talaffuz ustida ishlaymiz. Hello, my name's Anna. What's your name? My name's Mario. 2. Max, this is Carla. Hi, Carla. Hello, Max. Nice to meet you. 3. Hi, Ada. How are you? Fine, thanks, David. And you? Very well, thanks. Endi everyday English. Kundalik hayotimizda ishlatiluvchi so'z va iboralarni yana qo'shimcha o'rganamiz. Mana bu hozir men sizlarga taqdim qiladigan suhbatlarda yuqorida berilgan so'zlar bilan to'ldirasizlar. Mana birinchisini to'ldiryapti. Mana shu qora harfda yozilgani keyingilarda yozilmagan bo'ladi. Bo'sh qoldiriladi. Mana bu yerda yozyapti. Good morning, what a lovely day. Tepadagi good morning so'zini olib qo'ydik mana. Suhbatga mos tushyapti. Keyingilarni ham shu tarzda to'ldiramiz. Pauzani bosib, bu ham yozma bajarish kerak. Daftarga yozinglar. Eslab qolasizlar shunda yana ko'proq. Endi yozganlarimizni eshitib tekshiramiz. Good morning. Good morning. What a lovely day. 2. Good afternoon. Hello. A cup of tea, please. 3. Goodbye. Bye. See you later. 4. Good night. Good night. Sleep well. Buni mana o'rgandik ham ashaba. Daftarlarga yozildi. Yozib olinglar degani bejizga emas. Endi buni xuddi shu tarzda og'zaki bir-biringlar bilan rollarga kirishib mashq qilinglar. Hammasini bittadan mashq qilib chiqinglar. Iloji boricha daftarga qaramasdan bir-biringlar bilan dialog tuzishga harakat qilinglar. Xo'p. Mashq qilgan bo'lsanglar, keyingi mashqimiz mana shu so'zlarni har xil joyga qo'yilgan so'zlar, bularni joyiga qo'yib bitta gap hosil qilamiz. Masalan, birinchisini o'zi namuna tarzda beryapti. Good morning. Are you how today? Nima bo'ladi? How are you today bo'ladi. Fine, thanks.
Keyingilarini ham navbatman olib qo'yaman. Yozma bajaramiz buni ham. Yozib bajaramiz. Mana. Har bittasini yozgandan keyin men javobini ham yozib qo'yganman. Chiqqanda pauzani bosib yozib bo'lganlardan keyin bitta tekshirib olishinglar uchun. Shu chiqdimi bitta pauzani bosib olamiz. Yozamiz. Yozib bo'lganimizdan keyin pauzani qo'yib yuboramiz. Mana bunday qilib to'g'ri javob ko'rinadi, tekshiramiz. Keyin darsga ketaveramiz. Endi bu dialoglarimizni bir marta eshitib, qanday aytilishini takrorlaymiz. 1. Good morning. How are you today? Fine, thanks. 2. Good afternoon. Good afternoon. A cup of coffee, please. 3. Goodbye. Have a nice day. Thank you. And you. See you later. 4. Good night. Sleep well. Thank you. And you. O'ylaymanki darsimiz sizlarga ma'qul bo'ldi. Agar savollaringiz bo'lsa, komment qismiga yozib qoldirishingiz mumkin. Ikkinchi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, salomat bo'ling.